Hammaga assalomu alaykum. Xudo xayrini bergur. Angliyaga seni hech kim jo'nata olmaydi. Kim seni jo'natib yuboraman deyotgan bo'lsa, shuni hujjatlarini olib menga tashlab ber. Men ko'rib beraman, keyin pul to'layverasan. Shashilib to'lavorma pulni. Angliya yopilgan. Mavsumiy ishga oladi xolos. Skladlar, upakovka, Adidas zavod, balobattar zavod. Bunday korobka taxlash ishlari yo'q bu yerda. Ishlayman deb turgan Nepaldan, Afrikadan, Bangladeshdan kelganlar bor. Shular ishlab nariyog'iga o'tkazib yuboradi. Seni olib kelib bega ishga joylay olmaydi. 6 ta o'rnimiz qoldi, 4 ta o'rnimiz qoldi. Tezda to'lang, sizni joyingizni band qilaylik desa, shashilib to'lama. Angliyaga seni fermadan bo'lay boshqa joyga ishga olmaydi. Jon do'stim, to'lama. Hujjatlarni ol, telegramingni poyezd qismiga Angliyaga ketdik deb buni yozasan, meni lichkam chiqadi. Shu yerga tashlab ber, ko'raman, original bo'lsa to'laver deb aytaman, to'lab kelasan, masjidda ishlab saqqani bosasan. Bo'lmasa to'xtat, to'lama. Do'stim, seni aldayapti. Mana profilimga kir, qancha pul to'lab kuyib qolganlarni, videolarni, yozuvlarni, SMSlarni qo'yib qo'ydim. O'qib ol, ko'zingni katta-katta och. Like bosib qo'yinglar shunaqa bolalarga.